Ko'pchilik Iordaniyaga faqat Petrani ko'rish uchun boraman deb o'ylaydi, lekin do'stlar, bu katta xato. Chunki bu davlatda juda ko'p unikalniy, betakror joylar bor. Ushbu videoda siz bilan birga sahrolarning sukunatini his qilamiz, dengiz mo'jizalarini ko'ramiz va 1000 yillik sirlar yashiringan joylarni ko'ramiz. Qani ketdik, Iordaniyani birga o'rganamiz. Iordaniya davlatining Amman shahrida turibmiz. Hozir mana Citadel degan joyi bor. O'sha yerdan mana chiroyli obzor shaharga, mana ko'ryapsizlar qanaqa shahar, tog'lar o'rtasida, mana bunaqa xolimlar o'rtasida qurilgan shahar. Uylarga qarang, hammasi bejli rangda bir xil turibdi, tomlari yo'q, hammasi toshdan qilingan, chunki issiq iqlim shaharda. Bu yer eski shahar, lekin markazda o'sha nibaskroblar va katta binolar bor. Amman shahri eng qadimiy shaharlardan biri hisoblanadi. Shaharning tarixi milloddan avvalgi 3000-4000 yillarda boshlangan. Rim imperiyasi davrida Ammanning nomi hech qachon topa olmaysiz, Filadelfiya bo'lgan va bugungacha saqlanib qolgan Rim teatri turibdi. Citadelda esa juda ko'p antik davrdan qolgan haykallar, xramlar bor. Bu yerda katta haykal turgan. Mana bunaqa. Qaysi davlatga borsam ham u haqida hech nima o'qimayman, rasmlarni ko'rmayman, chunki eng qizig'i joyida o'z ko'zingiz bilan ko'rish. Do'stlar, hozir men sal shokka qoldimda, chunki bunaqa eski narsalarni ko'rishni kutmagandim. Shunaqa eski narsalar oldimda turibdi. 750-yillarda qurilgan ruini haykallar, mana Gerkules haykallari. Muzeyga keldik. Muzeyda ishlaydigan bitta ayol Al-Buxoriyni qarindoshiman deyapti. Mana ko'ryapsizlarmi? Al-Buxoriyni qarindoshiman dedi. Pasportlarni ko'rsatdi. O'zi ham xursand, короче, shu O'zbekistonga kelibsizlar, to'daychilar. Mana bu kishini ismini juda ko'p odam biladi. Короче, do'stlar, mana Airbnb'dan komnata oldim. Общий туалет, общий hammom, общий кухня. Беда, простенький комнатача. Просто спальня и все. Салфетка есть, урна есть. O'zi yasalgan beshalka. Kim yasab qo'yibdi? Oyna bor, ventilyator va mana dekor. Ko'chaga chiqdim. Mana birinchi qiladigan ishimiz endi ovqatni izlab topish. Kichkinagina kafecha topdik, atmosferniy. Ikkitagina stoli bor. O'zimga humus va mol go'shti bilan pomidordan qilingan ovqat aytdim. Va bu bilasizmi do'stlar, shunaqa mazali, hozir ko'rsataman sizga yaqinroq. Mana bu nonni ichiga ovqatni solamiz, buklab tishlaymiz, u juda sochni bo'ladi, vahshiy mazza qildim. Ovqatdan keyin albatta trenirovka ham qanaqa bitta ko'chadan ikkinchi ko'chaga o'tish, bu hech qachon tugamaydigan lestnitsalardan o'tish. Kartada lekin 50 metr uzoqda turgan narsa, mana shunaqa qiyinchiliklar bilan o'tiladi. Tepaga chiqish bundan ham qiyin. Bu hali kichkina lestnitsadan yuribmiz. Tepaga chiqqandan keyin ham yo'l yo pastga yo tepaga bo'ladi. Tekis yo'l kam. Shu birinchi kundan kechqurungacha shaharni aylandim. Soat 2 kechasi. Hamma joy tinch, безопасно. Keyin ertalabdan Amman shahridan Jerash shahriga yo'l oldik. Endi bitta zavtrakcha. Bu yerda hamma mahalliy iordanistlar, studentlar, местный shaurmaxonadamiz. Jerashni ko'pincha yaqin sharqdagi Pompey deb atashadi. Pompey vulqon bilan birdan yo'q bo'lgan bo'lsa, Jerashda esa kuchli zilzila bo'lgan. Shahar asta-sekin tark etilgan va tuproq ostida qolib ketgan. Aynan shu sababli Rim davridan qolgan binolar juda zo'r saqlangan. Qaranglar, bu toshni ichida ishma yo'q, toshni o'zi.
mana bu toshlarning ichida temir turibdi. Bu nimaga kerak? Agar yer qimirlasa, bu tosh signalizatsiya bo'lib ishlaydi. Yer qimirlasa, mana bu kolonnalarning tepasi полностью mana shu temirli toshdan iborat. Eski Yunoniston parkovkasi. Bunday qulf osasiz, otizdan beri qo'yasiz. Ishlaringiz bilan borasiz. Bu yerda magazin, qassobxona, dush, fush. Do'stlar, Jerasa shahrida Rim payti eng zo'r to'sovkalar bo'lganda. Mana bu tosh ustida полностью uzum bo'lgan va eng chiroyli qizlar buni ustiga chiqib oyog'i bilan uzumlarni ezishgan va bundan vino ichganlar. Polni ana shu tosh ustida. Bir xil payt o'ylab qarayman, shu noto'g'ri vaqtda tug'ilganman-da. Bu yerda har xil davlatdan pullar bor ekan. Hozir o'zimizni puli ham qo'yamiz. O'zbek money. Menyu chap tomondan ochiladi, ko'ryapsizlarmi? Arabcha. Bu kalit dizaynda qilingan. Bu yerda go'sht va guruch, ustida bilmadim nima. Mana bu bilmadim nima, bu humus, fateh bilan go'shtchalari bilan salat, non, suv. Va nihoyat do'stlar, Petra shahriga kirib keldim. Hozir noodatiy mehmonxonaga kiramiz. Bu otelda 50 ta mana shunaqa kapsula, $15 mana shunaqa shkaf ichida как будто yotasiz. Normalno. Ertalab sahar 6 da turib Petra tomonga yo'l oldim. Chunki turistlar kam, hamma yotibdi, odam yo'q, mazza. Petraga kiryapmiz. Shu afsonaviy Petra shaharchasiga kirish mana shunaqa. Sizni katta yo'l kutib oladi birinchi. Keyin shu katta yo'ldan borgan sari katta kanyon chiqadi. Kanyonning ichiga kiramiz asta. Mana bunday. Mana bu kanyon juda chiroyli. Bunaqa peyzajni hech qayerda ko'rmaganman. Tepadan kamgina nur, kamgina svetcha tushadi. Lekin bu masshtablarga qarang do'stlar, juda chiroyli. Va nihoyat do'stlar, qarashlarim kengaydi, hayajon bosdi. Lekin oldimdan ana shu kazna chiqdi. Afsonaviy Petra shahrining mashhur fasadi. Shuncha asrlar davomida yashirilgan va bugungi kunda dunyoning yangi 7 mo'jizasiga kiradigan inshootni oddiy so'zlar bilan tasvirlab berish qiyin do'stlar. Petra bu nafaqat saroy yoki ibodatxona, balki toshdan, tog'dan yasalgan, o'yilgan целый shaharda. Hozir men sizlarga poldan shuni ko'rsatib beraman, shaharning har bir joylarini.
Bu shaharda esa birinchi asrlarda Nabateylar yashagan. Nabateylar bu eski arab qabilalari. Kim qancha yurdik? Lestnitsa. Oxiri nima bo'larkan bilmayman. Chunki bilmayman. Charchadim. Bu yerda qarshi o'zlaringiz ko'rasizlar. Erga keldim. Mana shunaqa panoramada yashagan bo'larmiz. Chunki bu yerda uylar ham bor, shunaqa tepada. Obzorga qarang. Bu yo'l Vadi al-Farasa yo'li. Umid qilamanki, mana shunaqa uskorenniy video sizga yoqadi, chunki ko'p shunaqa video oldim. Polni yo'lni shunday oldim. Bu yo'lda baland tog'lar, tor yo'llar va lestnitsalar juda ko'p. Bu Petra shahrining qadimiy yo'llaridan biri hisoblanadi va juda qiyin yo'l hisoblanadi. Juda qiyin marshrut. Tog'ning tepasida ko'rdingiz-a, qancha keldim. Magazin bor. Vilroq o'yiniga tushib qolgandayman. Hozir to'g'ridan как будто tsiklop chiqadi, bir ko'zli. Bo'ldi, tushundim. Boshqa muzika qo'yaman, spokojniroq. Yo'lni yarmida mana shunaqa dam olish joylari bor, kafe, restoran. Undan keyin yana yo'lga, monastir tomonga yo'l olamiz. Thank you. Thank you. Amigos. Oh, no, no. Thank you.
Free. Thank you. Thank you. What's your name? My name's Joba. Huh? You're so good. Thank you. 800 ta zinapoyadan keyin oldingizdan birdan monastir binosi chiqadi. Shu uchun bu yerga hamma ham kela olmaydi, lekin kelgan odam buni ko'rib juda mazza qiladi. Monastirni navbataylar tepadan pastga qarab qurishibdi. Hech qanaqa betonsiz, texnikasiz, hatto narvoni ham bo'lmagan. Faqat qo'l mehnati bilan shu tog'ni o'yib ishlangani odam lol qoldiradi do'stlar. Va pishi lekin bo'm-bo'sh, hech nima yo'q. Lekin bu yerda men yoqtirgan kinom Transformer olingan. Monastir Petradagi eng katta bino va hozir bu binoni ustiga chiqib ko'ramiz. Monastirni tepasiga chiqamiz. Monastir tepasidamiz. Bir qo'l bilan chiqdim. Careful. Welcome to Petra. Voy, juda strashni, juda qo'rqinchli, dahshat. Qaytib chiqmayman hech qachon. Shu bilan monastirdan orqaga qaytamiz. We made it. Yeehaw. Hozir esa katta ibodatxonaga yo'l oldim. Ibodatxonadan keyin esa yo'limdan katta maqbaralar chiqdi. Ichiga kiramiz hozir. Po'choq olib ketmisanmi? Po'choq. Ha. Do'stlar, hozir Petraning eng chekka joyiga boryapmiz. Shu xaritada eng chekkada joylashgan. Bir ikkita odamlar aytdi, bormanglar dedi. Aytdim, boramiz, kelamiz dedim. Почти yetib keldik. Petraning eng chekka joyi. Eng chekka. Bitta ham turist yo'q bu yerda. Nasara. Nekropolis. Nekropol. Bitta ham turist yo'q. Bir dona ham beduin ham yo'q bu yerda. Hech kim yo'q. Kuchuklar bor. Sal agressivni itlar. Hozir ko'zimga
shunaqa специальный ko'rishmi nimada u nima qilishdi. Special tree. Achit. Like in Bu короче erkaklar urarkan, chunki bring it. quyosh nurini sindiradi va ko'zni og'ratmaydi. Ular ochki taqishmaydi. Hozir ko'rsataman ularni ko'zlarini. Вообще dahshat. Good. Thank you. Welcome. Do'stlar, bo'ldi. Petrani aylandik. Shunaqa charchadim. 35 ming tashak. Tepa pas. Shunga rekomenduy всем. Kelinglar. Mana shunaqa chiroyli kafeyniyada o'tirib, o'zim olib kelgan makkofidan ichyapman. Eng zo'r kofe makkofe. Ну, то есть 3 в одном, да? Iordaniyada faqat Petra bor deb o'ylagan bo'lsangiz, juda katta xato qilasiz. Chunki bundan tashqari hali Vadiram degan cho'l bor. Bu cho'l do'stlar, o'zingiz hozir ko'rasiz, men hech nima demayman. Cho'lning o'rtasida har xil mehmonxonalar bor. U yerda palatishni nomerlar bor. Bubble tent degan nomli, juda atmosferni, uyutni xonachalar. Ichkarida hamma qulayliklar bor. Konditsioner, spalnya, kreslo, oyna, dush, hammasi toza va komfortli. Eng glavnisi, kravachning to'g'risida katta vitrajli oyna, hayotimdagi eng chiroyli peyzaj bilan. Endi esa shu Marsianskiy tog'larini oldiga mashin bilan yaqinroq boramiz, safari qilamiz. Wow, amazing! يلا قول لهم يا عماد. Ertalab sizni eng chiroyli vid uyg'otadi va menga o'xshab tez ko'chaga chiqmoqingiz keladi. Yangi do'stim. Shu bilan Vadiram cho'li bilan xayrlashamiz va Amman shahriga yo'l olamiz. Aytgancha Ammanda mana shunaqa binolar, devorlar juda ko'p.
ko'chada bitta joyda ko'p erdanislar turibdi. Qarasam, hot dog sotishyapti. Men ham oldim chotki. Ammanga o'zi nimaga qaytdim? Chunki Vaziram cho'lidan O'lik dengiziga to'g'rima-to'g'ri yo'l yo'q, hech kim yurmaydi. Shunga shahardan dengizga taksida. O'lik dengizidamiz do'stlar. Bu yerda gorizont ham ko'rinmayapti. Juda chiroyli joy. Hozir cho'milib ko'ramiz. Чуть-чуть волнуюсь, конечно. Bu yerda hech kim cho'kmaydi, hech kim yashamaydi. Benzinning hidi kelib turibdi. Cho'kmayapman. Yog'lik suv, как будто yog' to'kilgan suvning ustiga. Juda plotniy, juda sho'r, ko'zingizga kirmasligi kerak. Bir dona tomchi agar ko'zga tegsa, achchib ko'zingizni ocholmay o'tirasiz. Вот, shunga bu yerda sakrash, suzish mumkin emas. Просто yoshingiz kerak suv ustida. И всё. O'lik dengizi unikalniy joy. Dunyoda bitta shunaqa sho'r bu ko'lda o'zi. O'lik dengizi deyishadi chunki katta. Atak bu ko'lga hech qayerga chiqmaydi. Do'stlar, agar video yoqgan bo'lsa, sizdan bitta like kutib qolaman. Agar yoqmagan bo'lsa, kommentariyada yozing, nima yoqmadi, nima yetishmadi, qanday o'zi bu format siz uchun. Hammaga rahmat ko'rganingiz uchun.